Qiyin qistoq. Kommunizmning haqiqiy aqdi bashrasini ichib beradigan Urumchidagi 21 yillik turma hayoti. Qiyin qistoq. 8-qism. Kechqurun hamma charchagan holda aram minib kamarga kelatdik. Nahayt qirib qolgan yoki qiynoqlar qiritib etgan bir akimiz bor bo'lib, u karvatning birinchi qavatida yotadi. Uning ismi dadamning ismiga o'xshash bo'lgani uchun uni nahayt hurmat qiladim. Bizning kamarda taxminan 500 kishi billa turadi. Ulardan 450 ga yaqin kishi Uyg'ur musulmonlar edi. Hammasining asosli gunohi kommunizmga bo'ysunmaganligi uchun qamoqqa elangan edi. Men bu yerda buningdek yurakli Uyg'urlarni ko'rgandan keyin Uyg'ur avlodi bo'lganimdan faxrlandim. Chunki ilgirki kommunist hayotimda Uyg'urlardan intayin nafratlanardim. Çoğun akimiz bilen yenideki karvatı yatadigan Musa akimiz 200 ga yaqin Uyg'urlar bilen namazlarını o'qishatdi. Men ularga havas bilan qaraydim. Bu kunlarda men namoz o'qimaydim. Ammo 3 yil 8 oy turgan qorong'u kamarda har tomchi suv tushganda Alloh degan so'zni qalbimdan chiqarib qilg'achqa buningga odatlanib ketgan edim. Tilim va dilim doim Allah, Allah, Allah deydi. Özüm şu halimden söyler edim. Biz her günü taş sundurgılı baradık. Bir günü Musa aka saqçılarga ötünüp yalvardı. Selerge yalvaray. Meni emde elip barmağlar. Nahaydı xeridim. Put kolumda can kalmadı. Emde bundak eğer emgekki çidiyalmayman. Ama bu yerde onun geplerge kim kulak saladı. Çünkü başka kamerlarda onunla o'xshash yalvaradigan minglagan yaşanganlar var edi. Komünizm kelgandan keyin iman ve vicdan erkinligi bo'ladi. Hamma xalq baxtli yashab, bütün insoniyat barobar bo'ladi. Bu hayotda seni besib tushadigan yolg'onchini ko'rmadim, hey komünizm. Siyosiy jihatdan qaraydigan bo'lsak, mavzudun Leninning o'rnini herkes egallay Ama mavzudun dinsizlikda, xoinlikda, vahşilikda Leninni yerim yolda qaldırıp ketken idi. Rusiyada kommunizm hükümran bo'lgandan keyin milyonlab insonlarning o'ldirilganligidan xabarim bor edi. Rusiyaning o'zida eng az 10 milyon insonning o'ldirilganligi aniq edi. Hatta bu sonlarni 40 milyon deganlar bor. 20 köptürülgen bolsumu 20 eğer zulümün barlığını bilip elişimizge yeterlik idi. Lekin Xitay Komünistik Partiyasi deyiladigan kommunizm zulümü kişilerini bevosita o'ldirishdan ko'proq qamoqqa tutib berdi. Turkistonning o'zida eng az bo'lganda 10 milyon Uyg'ur zulmga uchradi. Ba'zilarini qamoq ostida 5 yil, 10 yil, 15 yil va yoki 20 yil turmalarda qon qustirdi. Bu jarayonda o'lgini o'ldi. Saq qolganlari sirtqa chiqsimi hech narsaga yarmadi. Men ko'p o'yladim. Shuncha inson nima uchun o'ldirilmasdan tirik holda o'raklarga tashlandi va har xil qiynoqlarga selindi. Bu kafir nejis ishning bolalariga bu Uyg'urlarning jeni kerak bo'lmagandikin nemishqa bu odamlar bilan vaqtini o'tkazdi. Bu savollarning javobini bir necha yillar o'tgandan keyin topdim. Qiynoqqa salib o'ldirishning ikki muhim sababi bor ekan. Birinchisi, bu nejislar qiynoqlardan huzur olar ekan. Ikkinchisi, mavzudun o'z fuqarolarini ishsizlikdan zirgib, o'ziga qarshi chiqadiganligini nihoyat yaxshi bilgachga, shu yo'l orqali o'z fuqarolarga ish o'rni topgan ekan. Balki men xato paraz qilgandim, ammo undan boshqa sabab topolmadim. Musa aka bilan ko'p mungdishatdik. U shu darajada qirib ketgan ediki, qiyin qistoqlardan butun badani egilib ketgan edi. Ikkimiz Ahmad mas'ul bo'limda edik. Ahmad har qatim bo'limga kelsa, yanimga kelib hasratlanishim uchun bizga qo'llangan qiynoqlarini so'zlab beradi. Bulardan nihoyat ochiqim keladiganini bilgani uchun atayin shunda qiladi. Musa aka uning maqsadli qilayotgan so'zlarini tushungachga bana teselli berdi. Çünkü o qiynoqlarning ruhiyatini o'rganib bo'lgan edi.
Bir kuni u menga mundaq dedi: "Kel, sana bir narsa o'g'itaman. Agar Ahmad yana kelib bizga qo'llangan qiynoqlar haqida gap qilsa, uningga xafa bo'lganingni hargiz sezur qo'yma. Ularga suhbatdan rohatlanib ketganingni bildirib qo'y. Yana boshqasi yo'qmi? Unimi aytib ber," degan dedi. Men uning gapiga qo'shilib aytganlarini qilmoqchi bo'ldim. Keyin Ahmad kameraga keldi. Mahbuslarni tekshirib etgandan keyin yenimga keldi. "Qandoq ahvoling Komil? Kunlar qandoq o'tyapti?" dedi. Men uning ko'zlariga nafrat bilan qaradim. Ichimda g'azablanayotgan edim. Xiyolimga kelgan hamma g'azablarimni uningga aytib berdim. "Ahvolim sen ko'rib turgandek. Seni o'ldiradigan kunimni yip bilan tortib o'zimga yaqinlashtiryapman." U: "Xiyol suriver Komil. Xiyol surish yaxshi ish. Sen ilgirmi ko'p xiyol surar eding. Bir kuni menga xiyolimda hamma bo'lgunchilarni bir joyga yig'ib, ondan ustiga benzin to'kib hammasini ko'ydiribdiman degan eding," dedi. Yana u shumliq ko'zlar bilan qarab gap qilishga boshlab: "Komil, bu ishlar esingda bormi?" dedi. Musa akaning aytganlari esimga keldi. Darhol uningga "Ha, esimda bor. Bu yerda o'tirib tafsiliy aytib beralamsan?" dedim. U hayron bo'lib chiroyimga qaradi. Men gap qilishdan to'xtamay: "Qani aytib ber, eski holimni bir eslay," dedim. Yuzimga g'alati qilib qarab, cho'chib o'rnidan turdi-da: "Men sening hikoyachingmi?" dedi. Shundan keyin menga qayta o'tgan kunlar haqida gap qilmadi. Lekin boshqacharoq qiynoq turini izlayotganligiga imonim komil edi. Bir kuni u yana keldi. Hayron bo'lgan shaklda so'radi: "Komil, sen bir qizni yaxshi ko'rar eding. Yaqinda oila quramiz degan eding. Shu ishlar qanday bo'ldi?" deb so'radi. Uning hiylesini bayqab qilib, kichikgina yolg'on gap qilib: "Ha, uylandim," dedim. Men gapimni tugatmas o'rnidan turib, "Yaxshi bo'pti" deb qo'yib ketib qoldi. Qanday qilarki deb shu yolg'onni aytgan edim. Biz har kuni saharda ussiz va och holda tosh sundirg'ili ketyapmiz. Akam turg'un bu kunlarda doim esimga keladigan bo'lib qoldi. Dunyoda birla orzuyim bor edi. Uni hech bo'lmasa bir qatim ko'rish. Andan unodan kommunizmdan mamnunmisan? Maqsadingga erishdingmi? deyish edi. Uning shu paytdagi holini ko'rishni bak xohlayman. Ey Allohim, menga shu kunni ko'rsatmasdan jinimni olma. Oradan 5 yil o'tgan bo'lsin. Turg'unni, ota-onamni, onamning "Komil, meni qutqazgin bolam" deganlarini, yumrong'ini buvoqning beshiga dasib o'ldirib etganligini hech qachon unutib qolmagan edim. Undan boshqa mahkamaga chiqish degandek ishlarni mutlaq unutib ketdim. To'g'risini aytsam, bu yerda mahkama degan narsalar yo'q edi. Keyin biz boshqa Toshkentga ketayotgan edik. Shu yerdagi buzilgan tog'ni parchalab chiqishimiz kerak ekan. Yo'l bo'yi atrofimiz elektr simi bilan o'ralgan edi. Yo'l atrofidagi sim tomga tafsiliy qaradim. Butunlay shuquluq sim bilan qoplangan bo'lib, tomga yaqin orliqda bu yerda bir odam qistilib yotqudek sanduqlar bor edi. Bir kuni yo'lda ketib o'tib, yenimdagi saqchidan: "Avu sanduqlarda nima bor?" deb so'radim. Ular bu savolni so'rag'anim uchun meni bir necha qitim qamchi bilan urdi va "Sana tegishlik bo'lmagan narsalar haqida savol so'rama dedim-ku" dedi. O'ylanib ketdim. Menga tegishlik. Undaqda bu dunyoda menga tegishlik nima bor? Kashki bu dunyoda menga tegishlik bir tal ko'nigimmi qolmagan tursa. U sanduqlarga nihoyat qiziqib qoldim. Yana bir kuni shu joydan o'tayotgan chog'da boshqa saqchidan so'radim. U beparvolik bilan javob berdi: "Bilmayman, balki ichida hasal harlar bordir" dedi. Bundaq joyda har beqish mumkinmi? Bu yer dal daraxtsiz, gul tikansiz, ko'l jazira tursa. Uning ustiga bu yerda bir tal jonliq ko'rinmas edi. Sanduqlarga bo'lgan qiziqishim barg'ancha oshdi. Biz tosh chaqadigan vaqtdan boshqa vaqtda
putlarimizni zanjir bilan taxminan 100 mahbusni birga chetib bog'lab qo'yatdi. Faqatla tosh sundirilgan vaqtda qo'l putlarimizdan zanjirlarni yechib qo'yatdi. Bu yerda faqatla bir soqchi ancha odam urmaydi. Shunga uningdan bakla hayron qoldim. Bu soqchi boshqacharoq edi. Xuddi bizga vaqirashni, bizga zulm qilishni majburiy qilayotgandek ko'rinadi. Bu odam bakla diqqatimni tortdi. Shunga bir amallarni qilib uning bilan paranglashishni umid qilardim. Bir kuni u soqchi bilan yonma-yon kelib qolgan vaqtimizda asta uning quloqiga yaqinlashib, "Qancha yoshga kirdingiz?" deb so'radim. "Nima qilasan yeshimni? Yo'lingga bo'lmasa hozirlik qancha yeysan?" dedi. فهذا القلب نواح وابكي مليا فملء الكون أتراح لا تسكتي واحمى الإسلام مغتصب كيف السكوت وهذه الأرض تجتاح نوحي حمام فهذا القلب نواح وابكي مليا فملء الكون أتراح لا تسكتي واحمى الإسلام مغتصب كيف السكوت وهذه الأرض تجتاح أما ترينا دمشق اليوم باكية والقدس تبكي ودمع العين سحاح بغداد في دامها باتت مضرجة وعاث في الموصل الحمراء سفاح والغوطتين بنار البغي قد حرقت والكلب في حالب الشهباء نباح حاماه حاصرها الأعداء وأسفي وأهلها تركوها اليوم وانزاحوا حمص تصيح بأذن المسلمين عسى جيشا يعيد لها أمجاد من راحوا جيشا يضمد جرح المسلمين بها من للجراح وما في القوم جراح نوحي حمام فهذا القلب نواح وابكي مليا فملء الكون أتراح لا تسكتي واحمى الإسلام مغتصب كيف السكوت وهذه الأرض تجتاح نوحي حمام فهذا القلب نواح وابكي مليا فملء الكون أتراح لا تسكتي واحمى الإسلام مغتصب كيف السكوت